Agar sizning nomingizda kvartira bo'lsa, yoki oilangizdagi kvartira sizga meros bo'lib qolgan bo'lsa, yoki siz kvartira sotib olishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bugungi ma'lumotni oxirigacha eshiting. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman, lekin hozir ko'pchilik uy egalari e'tibor bermayotgan bir nechta masala ertaga juda katta muammoga aylanishi mumkin. Kadastrdagi nomuvofiqlik, kommunal qarzlar, soliq bo'yicha penya. Noqonuniy qayta qurish, meros hujjatlari va kvartirani sotishda chiqadigan yashirin cheklovlar. Men ekspert sifatida sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Ilgari qanday edi? Hozir nimalar o'zgardi? Kim xavotir olishi kerak? Kimda vaziyat tinch va eng muhimi, bugundan boshlab nimalarni tekshirish kerak? Videoni hoziroq like qiling, kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday amaliy ma'lumotlar ko'p odamning pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi. Oldin ko'p odamlar kvartirani meniki deb hisoblash uchun qo'lida eski order, sotib olish shartnomasi, meros guvohnomasi yoki uy daftaridagi yozuv bo'lsa yetarli deb o'ylardi. Amalda ham yillar davomida shunday yashab kelindi. Odam kvartirada yashaydi, kommunal to'laydi, soliq to'laydi, qo'shnilarni mahalla biladi. Lekin hozir asosiy mezon bitta. Sizning huquqingiz rasmiy davlat reyestrida to'g'ri qayd etilganmi yoki yo'qmi? Ya'ni kadastr hujjatlarida egasi kim? Maydoni qancha? Manzil qanday yozilgan? Kvartirada cheklov bormi? Sud taqiqi bormi? Garov bormi? Hammasi aniq bo'lishi kerak. Hozir ko'p jarayonlar elektronlashdi. Notarius, kadastr, soliq, bank, sud ijrochilari, kommunal tashkilotlar o'zaro ma'lumot almashadi. Bu yaxshi tomoni bilan hujjatlarni tez tekshirish imkonini beradi. Lekin yomon tomoni shundaki, eski xatolar ham yuzaga chiqadi. Masalan, siz 15 yildan beri kvartirada yashab kelyapsiz, lekin kadastrda familiyangiz eski pasportdagi imlo bilan yozilgan. Yoki kvartiraning maydoni eski hujjatda 20 kvadrat metr. Kadastr bazasida esa 28 kvadrat metr. Yoki siz balkon ichkariga qo'shib oshxonani kengaytirgansiz, lekin bu o'zgarish hujjatda aks etmagan. Shu kabi masalalar kvartirani sotmoqchi bo'lganingizda, garovga qo'ymoqchi bo'lganingizda, meros rasmiylashtirganda yoki subsidiya, kredit, ipoteka masalasi to'siq bo'lib chiqadi. Men ko'p ko'radigan holat, odam muammo yo'q deb yuradi. Chunki hech kim kelib eshik qoqmagan. Lekin muammo bor yo'qligi eshik qoqilishi bilan o'lchanmaydi. Muammo hujjatlarda yashirin turishi mumkin. Bugun u sizga bilinmaydi. Ertaga notarius stolida, bank tekshiruvida yoki sud ijrochisi bazasida birdan chiqadi. Eng og'iri. Bunday vaziyatda bitim to'xtaydi. Xaridor ketadi. Kredit tasdiqlanmaydi. Meros bo'yicha qarindoshlar o'rtasida nizo boshlanadi. Birinchi tekshiradigan narsa, kvartira haqiqatan ham sizning nomingizdami? Bu savol juda oddiy tuyuladi, lekin amalda eng ko'p xato shu yerdan chiqadi. Masalan, ota-onangiz Minqul Takilda kvartira olgan. Otangiz vafot etgan, onangiz hali yashayapti. Bolalar esa uy baribir bizniki deb yuradi. Lekin huquqiy tomondan qaralsa, kvartira kimning nomida, mulk ulushi qanday, meros ochilganmi, merosxo'rlar huquqini rasmiylashtirganmi? Bular alohida masala. Agar meros o'z vaqtida rasmiylashtirilmagan bo'lsa, keyinchalik kvartirani sotish, ulushni ajratish yoki sovg'a qilish juda qiyinlashadi. Ikkinchi misol, xotin nikoh davrida kvartira sotib olgan, lekin hujjatda faqat erning ismi turibdi. Ko'pchilik shunday paytda nomida kim bo'lsa, uy o'shaniki deb o'ylaydi. Aslida nikoh davrida olingan mol-mulkda turmush o'rtog'ining ham huquqi bo'lishi mumkin. Demak, sotishda, garovga qo'yishda yoki ajrashish holatida bu masala albatta chiqadi. Agar hujjatlarda rozilik, ulush, kelishuv, nikoh shartnomasi yoki sud qarori bo'lmasa, kelajakda nizo xavfi katta bo'ladi. Uchinchi masala. Kvartiraning maydoni va reja chizmasi. Oddiy misol olaylik. Kvartira kadastr hujjatida 7,2 kvadrat metr ko'rsatilgan. Egasi esa yillar oldin balkon devorini olib tashlab, zalni kengaytirgan, hammomni oshxona tomonga surgan. Yo'lakdan bir qismini xona qilib olgan. Ko'rinishdan uy chiroyli, ta'mir zo'r, xaridor ham rozi. Lekin notarius yoki bank kadastr hujjatini tekshirganda reja bilan real holat mos kelmasa, savdo to'xtashi mumkin. Ayniqsa ipoteka orqali oluvchi xaridor bo'lsa, bank noqonuniy qayta qurilgan kvartirani garov sifatida qabul qilmasligi mumkin. Natijada siz $60,000 bitimga kelishib qo'ygan bo'lasiz. Xaridor avans bergan bo'ladi. Lekin hujjatdagi muammo sabab hammasi buziladi. To'rtinchi masala kommunal qarzlar. Ba'zi odamlar elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi boshqaruv kompaniyasi to'lovlarini alohida tekshirmaydi.
Men har oy to'layman deb o'ylaydi. Lekin hisob raqamlari almashgan, hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilgan, eski egadan qarz qolgan yoki pensiya yig'ilgan bo'lishi mumkin. Masalan, kvartirani sotayotgan odam elektrdan 300 ming so'm qarzim bor deb o'ylaydi. Aslida eski hisob kitob bo'yicha 2 million 700 ming so'm chiqadi. Bu sumakda bo'lmasligi mumkin, lekin bitim kuni muammo bo'lib, xaridor men qarzli uy olmayman deydi yoki kommunal tashkilot ma'lumotnomani bermaydi. 5-masala mol-mulk solig'i. Kvartira egasi har yili mol-mulk solig'ini to'lashi kerak. Soliq summasi hudud, maydon, kadastr qiymati va qonunchilikdagi stavkalarga qarab farq qiladi. Ko'pchilik soliqni faqat SMS kelganda eslaydi. Lekin SMS kelmagan bo'lsa ham soliq majburiyati yo'qolmaydi. Men ko'rgan real holatlardan biri. Odam kvartirasini sotmoqchi bo'lgan, notarius oldidan tekshiruv qilganda bir necha yil davomida to'lanmagan soliq va pensiya chiqqan. Asosiy soliq 20 million 200 ming so'm, pensiya bilan 20 million 600 ming so'mga yaqin bo'lgan. Bu ulkan raqam emas, ammo odam bitimga tayyorgarlik ko'rmay, so'nggi kunda yugurib qolgan. 6-masala taqiq va cheklovlar. Kvartira egasining kredit qarzi, aliment qarzi, sud qarori, soliq majburiyati yoki boshqa ijro hujjati bo'lsa, mulkka taqiq qo'yilishi mumkin. Bu taqiq kvartirada yashashga xalaqit bermasligi mumkin, lekin sotishga, garovga qo'yishga yoki boshqa shaxs nomiga o'tishga to'sqinlik qiladi. Masalan, egasi bankdan 20 million so'm kredit olgan, vaqtida yopmagan, ish sud ijrochilariga o'tgan. U odam uyini sotib qarzni yopmoqchi bo'ladi, lekin reyestrda taqiq turadi. Avval taqiqni olib tashlash, qarzni yopish, ijro organidan ma'lumot olish kerak bo'ladi. Bu esa vaqt oladi. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda kvartirasini yaqin oylar ichida sotmoqchi bo'lganlar. Siz xaridor kelgandan keyin emas. Oldindan hujjatlaringizni tekshirishingiz kerak. Ikkinchi guruh meros orqali qolgan kvartirada yashayotganlar. Agar meros rasmiylashtirilmagan bo'lsa, buni cho'zish kerak emas. Uchinchi guruh. Kvartirasida katta qayta qurish qilganlar. Devorga tegilganmi? Balkon qo'shilganmi? Xona vazifasi o'zgarganmi? Albatta tekshirish zarur. 4-guruh ipoteka, kredit, garov bilan bog'liq reja qilayotganlar. Bank hujjatdagi noaniqlikni ko'rsa, jarayon cho'ziladi. 5-guruh. Kvartirani ijaraga berib qo'yganlar, ijara shartnomasi, soliq, kommunal mas'uliyat, uy holati bo'yicha keyinchalik nizolar chiqishi mumkin. Kim biroz xotirjam bo'lishi mumkin? Agar kvartira yaqinda rasmiy sotib olingan bo'lsa, notarius orqali bitim qilingan bo'lsa, kadastr yangi bo'lsa, egasi aniq bo'lsa, kommunal va soliq qarzlari muntazam tekshirib turilsa, reja o'zgartirilmagan bo'lsa, xavf kamroq. Lekin bu ham umuman tekshirmasa bo'ladi degani emas. Men har yili kamida bir marta kadastr ma'lumotlarini, soliq qarzini va kommunal hisoblarni tekshirishni tavsiya qilaman. Chunki texnik xato ham bo'lishi mumkin, tizimda noto'g'ri hisob ham chiqishi mumkin. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Propiska yoki ro'yxatda turish mulk huquqini anglatmaydi. Odam kvartirada ro'yxatda turgani uchun menda ham ulush bor deb o'ylashi mumkin. Aslida ro'yxatda turish, yashash bilan bog'liq ma'muriy holat. Mulk huquqi esa alohida hujjatlar bilan tasdiqlanadi. Lekin shu bilan birga kvartirada ro'yxatda turgan shaxslar, ayniqsa voyaga yetmaganlar bo'lsa, sotish jarayonida qo'shimcha savollar tug'ilishi mumkin. Shuning uchun sotuvdan oldin kimlar ro'yxatda turganini aniq bilish kerak. Ikkinchi nozik jihat voyaga yetmagan bolalar ulushi. Agar kvartirada bolaning ulushi bo'lsa, uni sotish oddiy bitim emas. Bunday holatda vasiylik va homiylik organi roziligi kerak bo'lishi mumkin. Sabab bola manfaatlari himoya qilinadi. Masalan, ota-ona bola ulushi bor kvartirani sotib, boshqa joydan kichikroq yoki huquqiy jihatdan yomonroq uy olsa, davlat bunga ruxsat bermasligi mumkin. Shuning uchun bunday kvartirani sotishdan oldin yangi olinadigan uy, ulush, sharoit va hujjatlar puxta tayyorlanadi. 3-nozik jihat umumiy mulk va ulushli mulk. Kvartira 2 yoki 3 kishining nomida bo'lishi mumkin. Kimdir endi 2 ulushga ega, kimdir endi 4 ulushga ega. Ulushli mulkda bir egasi o'z ulushini sotmoqchi bo'lsa, boshqa ulushdorlarning ustuvor sotib olish huquqi masalasi chiqadi. Ya'ni u avval o'z ulushini boshqa ulushdorlarga taklif qilishi kerak bo'lishi mumkin. Amalda bu masala noto'g'ri bajarilsa, keyinchalik bitim ustidan nizolar paydo bo'ladi. 4-nozik jihat. Eski ismlar, familiyalar va pasport ma'lumotlari.
Ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan bo'lishi mumkin. Eski hujjatda qizlik familiyasi, yangi pasportda boshqa familiya yoki pasport seriyasi almashgan. Bu odatda hal qilinadigan masala, lekin hujjatlar zanjiri aniq bo'lishi kerak. Nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat. Pasport nusxasi. Aks holda notarius qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. 5-nozik jihat, manzil nomi o'zgargan bo'lishi. Ko'chalar, mahallalar, tuman chegaralari o'zgargan holatlar ko'p. Eski hujjatda bir ko'cha nomi, yangi bazada boshqa nom. Bu ham ko'p hollarda texnik tartibda to'g'rilanadi, lekin oldindan tekshirilmasa, bitim kuni chalkashlik bo'ladi. Ayniqsa eski qurilgan uylarda kvartira raqami, blok, korpus, podest raqamlari noto'g'ri yozilgan holatlar uchraydi. 6-nozik jihat, ijaraga berilgan kvartira. Agar siz kvartirani ijaraga bersangiz, og'zaki kelishuv bilan cheklanmaslik kerak. Ijara shartnomasi kim yashashi, to'lov qachon qilinishi, kommunal to'lov kim zimmasida bo'lishi, uy jihozlari qanday topshirilgani, zarar yetkazilsa kim javob berishi kabi masalalarni aniq yozib qo'yadi. Masalan, ijarachi 3 oy gaz va elektrni to'lamaydi, chiqib ketadi. Egasi esa men bilmaganman deydi. Kommunal tashkilot uchun kvartira egasi asosiy javobgar bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun hisoblash ko'rsatkichlarni topshirish dalolatnomasi bilan yozib qo'yish juda muhim. 7-nozik jihat, ta'mir paytida ko'p qavatli uy konstruksiyasiga tegish. Ba'zi odamlar yuk ko'taruvchi devor bilan oddiy to'siq devorni farqlamaydi. Usta hech narsa bo'lmaydi deb devorni buzadi. Lekin ko'p qavatli uyda bitta xonadondagi noto'g'ri o'zgarish butun bino xavfsizligiga ta'sir qilishi mumkin. Agar yuk ko'taruvchi devorga zarar yetkazilgan bo'lsa, bu faqat hujjat masalasi emas, xavfsizlik masalasidir. Keyinchalik qo'shnilar shikoyat qilsa, tekshiruv kelishi, jarima, majburiy tiklash yoki sud nizosi bo'lishi mumkin. 8-nozik jihat, oldi-sotdi shartnomasida narxni past ko'rsatish. Ba'zi sotuvchi va xaridorlar soliqlar yoki boshqa xarajatlarni kamaytirish uchun shartnomada real narxdan pastroq summani yozishni taklif qiladi. Men bunday yo'lni tavsiya qilmayman. Chunki kelajakda bitim bekor qilinsa, nizoli holat bo'lsa, hujjatda ko'rsatilgan summa asosiy dalilga aylanadi. Masalan, real kelishuv $7,000 bo'lgan, hujjatda esa ancha past summa yozilgan. Keyin muammo chiqsa, pul isbotlash qiyinlashadi. Huquqiy xavfsizlik bir martalik tejamkorlikdan muhimroq. 9-nozik jihat, avans yoki zakalat. Kvartira sotishda xaridor avans beradi. Lekin avans shunchaki qo'lga pul berish bilan tugamasligi kerak. Yozma kelishuv bo'lsin. Kimdan kimga, qaysi kvartira uchun qancha summa, qachongacha asosiy bitim qilinadi. Agar sotuvchi fikridan qaytsa nima bo'ladi? Xaridor qaytsa nima bo'ladi? Hujjatlarda muammo chiqsa pul qanday qaytariladi? Bu oddiy yozuv keyinchalik katta tortishuvni oldini oladi. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, kadastr hujjatingizni tekshiring. Qo'lingizdagi hujjatda egasi, manzil, maydon, kadastr raqami, kvartira rejasi. Ulushlar to'g'ri yozilganmi, shuni ko'ring. Agar elektron davlat xizmatlari orqali ma'lumot olish imkoningiz bo'lsa, bazadagi ma'lumotni ham tekshiring. Agar tushunmasangiz, kadastr organiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Kvartiram bo'yicha kadastr ma'lumotlarini tekshirmoqchiman. Egasi maydoni va cheklovlar bo'yicha ma'lumot kerak deb aniq ayting. Ikkinchi qadam. Kvartirada real holat hujjatdagi reja bilan mosligini solishtiring. Oshxona joyidami, hammom joyidami, devorlar o'zgarmaganmi, balkon qo'shilmaganmi, umumiy maydon oshib ketmaganmi? Agar qayta qurish qilingan bo'lsa, uni qonuniylashtirish mumkinmi? Qanday tartibda, qanday loyiha va ruxsat kerak? Mutaxassis bilan tekshiring. Bu ishni sotishdan bir hafta oldin emas, kamida bir necha oy oldin boshlagan ma'qul. 3-qadam. Soliq qarzingizni tekshiring. Soliq ilovalari, shaxsiy kabinet, bank ilovalari yoki soliq organi orqali mol-mulk solig'i bo'yicha qarz va penyani ko'ring. Agar qarz bo'lsa, to'lang va to'lov kvitansiyasini saqlang. Men doim tavsiya qilaman. To'lov qilgandan keyin tizimda qarz yopilganini ham tekshiring. Ba'zan pul tushadi, lekin noto'g'ri hisob raqamga ketgan yoki tizim kech yangilangan bo'lishi mumkin. 4-qadam. Barcha kommunal xizmatlar bo'yicha alohida tekshiruv qiling. Elektr, gaz, sovuq suv, issiq suv, issiqlik, chiqindi, lift, shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi to'lovlari alohida bo'lishi mumkin. Har biridan qarz yo'qligi bo'yicha ma'lumot oling yoki shaxsiy kabinetdan ko'ring. Hisoblagich ko'rsatkichlarini rasmga oling.
Agar kvartirani sotayotgan bo'lsangiz, bitim kuniga yaqin holatda qayta tekshiring. Chunki bir oy ichida yangi hisob chiqishi mumkin. 5-qadam, kvartirada kimlar ro'yxatda turganini aniqlang. Ayniqsa sotib olgan bu juda muhim. Voyaga yetmaganlar, sobiq turmush o'rtoq, uzoq qarindosh. Chet elga ketgan odam ro'yxatda qolib ketgan bo'lishi mumkin. Har bir holatning huquqiy yechimi bor, lekin oldindan bilish kerak. Xaridor odatda uy bo'sh topshiriladimi, ro'yxatda hech kim qolmaydimi deb so'raydi. Siz bunga aniq javob berishingiz kerak. 6-qadam. Agar kvartira meros bo'lsa, meros hujjatlarini tartibga keltiring. Vafot etgan shaxsning o'lim guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, meros guvohnomasi. Notariusdagi ish, boshqa merosxo'rlar roziligi yoki ulushlari bo'yicha ma'lumotlar aniq bo'lsin. Hamma rozi degan og'zaki gap yetarli emas. Bugun rozi bo'lgan qarindosh ertaga fikrini o'zgartirishi mumkin. Yoki uning farzandlari e'tiroz bildirishi mumkin. 7-qadam, agar kvartira nikoh davrida olingan bo'lsa, turmush o'rtog'i roziligi masalasini oldindan aniqlang. Ajrashgan bo'lsangiz ham mulk qachon olinganiga qarash kerak. Ba'zi odamlar ajrashganimizga 10 yil bo'ldi, endi aloqasi yo'q deb o'ylaydi. Lekin huquqiy tomondan mulkning kelib chiqishi, bo'linishi, sud qarori bor yo'qligi muhim. Notariusdan oldindan maslahat oling. 8-qadam. Taqiq va garov bor yo'qligini tekshiring. Agar kvartira ipotekada bo'lsa, bank ruxsatisiz uni sotish mumkin emas. Agar sud taqiq bo'lsa, avval sababni bartaraf etish kerak. Agar ijro qarzi bo'lsa, sud ijrochisi bilan ishlash kerak. Buni yashirishga urinmang. Xaridor baribir tekshiradi. Notarius ham ko'radi, bank ham ko'radi. Yashirish ishonchini buzadi va bitimni xavf ostiga qo'yadi. 9-qadam, sotishdan oldin hujjatlar papkasini tayyorlang. Unda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, kadastr hujjatlari, oldi sotdi yoki boshqa asos hujjati, nikoh yoki ajrim hujjatlari, meros hujjatlari, soliq va kommunal qarz yo'qligi bo'yicha ma'lumotlar, qayta qurish bo'lsa ruxsat hujjatlari, ro'yxatda turganlar bo'yicha ma'lumot bo'lsin. Bu sizni jiddiy sotuvchi qilib ko'rsatadi va xaridorning ishonchini oshiradi. 10-qadam, hech qachon pul masalasini hujjatsiz qoldirmang. Avans bo'lsa, yozma kelishuv qiling. Asosiy to'lov bo'lsa, bank orqali, notarius nazoratida yoki qonuniy va isbotlanadigan shaklda amalga oshiring. Pulni sanash, valyuta, kurs, topshirish vaqti, kvartirani bo'shatish kuni, kalit topshirish, mebel qoladimi yoki yo'qmi? Hammasi yozma kelishuvda bo'lsin. Masalan, konditsioner qoladi deb og'zaki kelishilgan, keyin sotuvchi olib ketgan. Xaridor norozi bo'ladi. Bunday mayda narsa ham katta janjalga sabab bo'lishi mumkin. Yana bir muhim maslahat. Kvartirani sotib olayotgan bo'lsangiz, faqat chiroyli ta'mirga qarab qaror qilmang. Hujjatga qarang. Uy necha kishining nomida, qarz bormi, qayta qurish bormi, ro'yxatda kimlar turibdi, qo'shnilar bilan nizolar bormi? Tomdan suv o'tadimi? Podval muammosi bormi? Issiqlik tizimi qanday? Lift ishlaydimi? Boshqaruv kompaniyasi qarzdorlik talab qilmayaptimi? $5,000 arzonroq ko'ringan kvartira keyin $10,000 muammoga aylanishi mumkin. Men sizga shuni aytmoqchiman. Kvartira bu faqat devor, eshik va ta'mir emas. Kvartira hujjat, reyestr, soliq, kommunal majburiyat, oilaviy huquq, meros, qo'shnilar va bino xavfsizligi bilan bog'liq katta aktiv. Odamlar ko'pincha mashina sotib olayotganda motorni, kuzovini, jarimasini tekshiradi. Lekin undan bir necha barobar qimmat kvartirani olayotganda hujjatlar joyida deyishyapti degan gapga ishonib qo'yadi. Bu eng katta xatolardan biri. Bugungi asosiy fikr shuki, agar sizda kvartira bo'lsa, hozirning o'zida 3 narsani tekshiring. Kadastr ma'lumotlari to'g'rimi? Soliq va kommunal qarzlar bormi? Kvartirada huquqiy cheklov yoki hujjatga kirmagan o'zgarish bormi? Agar sotish, meros, garov, ipoteka yoki qayta qurish rejangiz bo'lsa, buni kechiktirmang. Muammo qanchalik erta aniqlansa, uni hal qilish shunchalik oson va arzon bo'ladi. Izohlarda yozing, sizning kvartirangizda qaysi masala ko'proq xavotir uyg'otadi? Kadastrmi, soliqmi, kommunal qarzmi, merosmi yoki qayta qurishmi? Videoni like qiling. Yaqinlaringizga yuboring, chunki bu ma'lumot har bir uy egasiga kerak. Kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda uy, hujjat, soliq va mulk xavfsizligi bo'yicha yana amaliy tushuntirishlar beraman.